Müslim Inform kollektivi saylovlarda birinchilardan bo'lib qatnashdi. Jurnalistlarning ko'pchiligi rayon o'zagida o'rnashgan saylov uchastklarida tovush berdi. Uch xizmatdoshimiz Vahitov saylov uchastigida, Durtasi Salikov saylov uchastigida grajdanlik burishini o'tadi. Kunduzgi 12 soatga kollektivi bizning ko'pchiligi grajdanlik burishini o'tagan edi. Men o'zim Nijnikamskida kelgan, Müslimda yashayman. Saylov kunlarida ishlayman. Shunga ko'ra Nijnikamskiga borib mumkinligim yo'q. Открепительный oldim da Müslimda saylarga bo'ldim. Men Boqsha saylov uchastigida o'z tovushimni berdim. Grajdanlik burishni o'tadim. Xotinim bilan birga bordik saylovga. Kunduzgi ishga rayon bo'yicha saylovchilarning 20,53% tovush berdi. Avul yerliklarida xalq aktivroq bo'lib chiqdi. Shuganki saylov uchastigida birinchi kunda xalqning 37% grajdanlik burishini o'tadi. Rayonning 6 avul yerligida Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasida saylovlardan to'sh yerli deputatlar da saylandi. Men o'zim saylovlarda bek aktiv qatnashishga tirisham, chunki saylovda ishlayman-da, saylov uchastigida o'zimda kishilarni saylatam deganday. Şul boş vaqtlarda o'zimda mezgil saylov uchastigina borib, o'zimning tovushni berdim. Yıllar tanıştırsın. Günler bik motor turadırayım. Şuna iyiden şirlegen yerden çıktım. Otlağıp turadırayım. Pasportlarımı izlep aldım. Taksi yollap geldim. Bu endi zor siyasi vakiga deb aytganda barliq xalq içinde biz bugün birgalab keldik. O'zimizning grajdanlik bo'lishimizni o'targa. Chunki menda betaraf bo'lmasga kerak. Chunki mana bu saylovlarga kelib biz mana shu oldiga bir necha yilga bo'lgan o'zimizning turmushimizning ravshin, o'zimizning turmushimizni kelajagini saylaymiz. 18 sentyabrda гаилә qurgan Diana һәм Шамил Вәҗиевләр никахларын рәсмиләштергәннән соң сайлау участогына юл тотты. Шамил Вахитов сайлау участогында тавыш бирде. Сайлау участогының Шамил белем алган Мөслим лицейында урнашуын яшьләр яхшы фалга юрады. Очень просто было то, что голосование было 3 дня. Я проголосовала вчера, а мой уже нынешний муж проголосовал сегодня. Голосованием мы выбираем свое будущее, свою красивую жизнь. Мы счастливы. Вахитов сайлау участогында тавыш бирү бик актив барды. Сайлау участогында 1193 кеше теркәлгән, шуларның 3тән бире беренче көнне тавыш биргән. Сайлаулар безнең 3 көнгә бүленгән. Халык актив, әле без 3 көнгә буенча да менә кичәнәк bizga tirkagan, uchastka tirkagan kishilarning 3dan biri keldi desak bo'lar. Koronavirusga qarshi защитный kiyimlar bilan ta'min etilgan maskalar bor. Kelgan maskasiz kelgan kishilarga maskalar qo'yilgan. Har bir kishi o'zini ruchka bilan yozib, ruchkani qo'ydi. Boqsha saylov uchastigida 1240 kishi tirkalgan. Uchastka tirkaluvchilar bek aktiv uchastka saylov komissiyasi a'zolari. 1985 saylov uchastigida bizning 1240 kishi saylovchimiz var. Bugün kunda endi mana 3 kunga endi bizning 800 ga yaqin saylovchimiz sayladi. Bek aktiv xalq birinchi kunda, ikkinchi kunda mana kecha endi azrakna yomg'ir bo'lsa birozgina netib oldilar. Ondan so'ng endi yomg'ir to'xtag'achdan endi kishi tag'in og'ildi. Rayon boshlig'i Ramil Mullin da turmush iптәше Сөйінбике ханым bilan әлеге участокта тавыш бирде. Bizning için de bek zor siyasi çara. Bu indi hükümetimizin kilesi 5 yıllık alıp arası siyasette yangi zakonlarını kabul etiş amallarının indi turmuşqa aşuların qarşı organ vakillerini saylayız, deputatlarını saylayız. Şunun için elbette bu bizim için bek zor vakiga, bek zor çara. Halkqa indi men zor rahmat etesem keladi. Koronavirustan saqlaну maqsadında saylov komissiyasi a'zolari maxsus kiyimlardan ishladi. Har тавыш beruvchiga bitlik, perchatkalar ham ruchka berildi. Rayon bo'yicha saylovlarda qatnashuv явка 95,14% tashkil etdi. Rayondoshlarimizning ko'pchiligi Birdam Rossiya uchun тавыш bergan. Birdam Rossiyani xuplovchilar 89,9% tashkil etdi. Almat bir mandatli okrugidan ko'pchilik тавышны Ozod Yaxfarov jiydi. Saylovlarda qatnashuvchilarning 75,18% Ozod Yaxfarovga ishonishini bildirgan. Римма Avzalova, Dinar Menhajev, Dinar Nuriddinov, Müslim televideniyesi.